O'zbekiston primadonnasi xonanda Yulduz Usmonova haqida xabarlar tarqaldi. Assalomu alaykum qadrli tomoshabin, kunning tezkor xabarlarini o'tkazib yubormaslik uchun video ostida like tugmasini bosishni hamda obuna bo'lishni unutmang. Yulduz Usmonova bugungi kunda ham o'zbek san'atining eng ta'sirli va muborak ismlaridan biri hisoblanadi. U 12 dekabr kuni 62 yoshni qarshi oladi, lekin uning ruhi, energiyasi va sahnasidagi jozibasi hali ham yoshlardan kam emas. Yulduz Usmonovaning aytishicha, har yil tug'ilgan kunini o'zi uchun ma'naviy bayram sifatida qabul qiladi. Shu sabab u bir necha yillardan beri shu sanada umra safariga borishni odat qilib olgan. Tug'ilgan kunimni dunyoviy emas, ma'naviy qiymatga o'tkazaman deya ta'kidlaydi xonanda. Aynan shu odat uning atrofidagi insonlarga, jumladan yaqinlari va muxlislariga ham katta ta'sir qiladi. Bu yil ham u safar oldidan oila a'zolari, do'stlari unga tug'ilgan kun tabrigini bir hafta oldin aytishdi. Sababi xonanda safarda bo'lib telefon va internetdan uzilib qoladi. Lekin ular uning ruhan shu qutlug' kunni qanday o'tkazishni yaxshi bilishadi. Duo, ibodat va shukronalik bilan. Yulduz Usmonova intervyularda aytadiki, inson hayotida ikki narsa eng muhim: mehnat va niyat. Men ijodda qilayotgan ishimni Alloh roziligi uchun qilaman, deydi xonanda. Odamlarni quvontirishni esa vazifam deb bilaman, deydi Yulduz Usmonova. Shuning uchun ham 60 yoshdan oshganiga qaramay, u o'zini san'atkor deb hisoblamaydi. Aksincha, yangi avlodga saboq, tajriba va ruhiy kuch berishni o'z missiyasi deb biladi. Xonanda yana bir gapni ko'p aytadi. Inson nafaqat san'atda, balki hayotda ham yashashni o'rganishi kerak, deydi xonanda. Uningcha, mashhurlik bu sinov, uni ko'tara olish har kimga ham nasib bo'lmaydi. Shuning uchun u yillar davomida tanqid, bosim, raqobat, siyosiy to'siqlardan o'tgani bilan faxrlanadi. Men yiqilganman, qayta tura olganman, lekin bir narsani hech qachon yo'qotmaganman: o'zimga, mehnatimga ishonchimni, deydi xonanda. Yulduz Usmonovaga ko'ra, san'at bu nafaqat musiqa, balki xalqning yuragi, dardi va shodligini his qilish. Shu boisdan u har doim xalqona, haqiqiy, samimiy ijod qilishga harakat qiladi. Sahnadagi har bir qo'shig'i, uning ovozidagi kuch, yuzdagi ifoda bu yillar davomida to'plangan tajribadan, darddan va quvonchdan tug'ilgan san'at. Bu yilgi umra safari ham uning hayotida yangi baraka, quvvat, ilhom manbai bo'lishi shubhasiz. Yaqinlari ertaga kech duo qilib, uning safarini muborak tilashga shoshilishdi. Chunki har bir borishda u o'zgarib, poklanib, yana kuchga to'lib qaytib keladi. Xonanda Yulduz Usmonova san'atda, hayotda va ma'naviyatda o'rnak bo'layotgan kamsonli yulduzlardan biri hisoblanadi. Uning 62 yoshi qarilik emas, balki yangi qirralari ochilishi davri. Va o'zining aytishicha, yosh pasportda yozilgan raqam ruhing yosh bo'lsa bir umr yo'ldasan, deydi xonanda. Mana shu ruh, shu kuch, shu falsafa uni hali uzoq yillar sahnada saqlashga tayyor, deyiladi xabarda. Qadrli tomoshabin, sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shundan iborat edi. Shu va shu kabi xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun video ostida like tugmasini bosishni hamda obuna bo'lishni unutmang. Bizni qo'llaganlarni Allohning o'zi qo'llasin.